الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم aziz qarindoshlar. Bugungi darsimiz Payg'ambar alayhissalatu vassalamning zamonida Kaaba sharifning bino qilinishi haqida. Payg'ambar alayhissalatu vassalam 35 yoshga kirgan vaqtida Kaaba yangidan bino qilingan. Biz burunqi programlarimizda Kabe'nin qanday bina qilinganligini to'g'risida so'zlab o'tgandik. Oxirgi programlarimizda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Xadicha onamiz radhiyallohu anhaning yatliq bo'lganligi va bu yatliq bo'lishdan bizningki chiqaradigan dars, aladigan manfaatlarimiz, ibratlarimiz to'g'risida to'xtalib o'tgan. Bugun inshaalloh Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Ka'bani bino qilishga ishtirok qilganligi va buningdan aladigan darslarimiz, buningdan aladigan bizga manfaatlik mazmunlar haqida to'xtalib o'tmoqchi inshaalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 35 yoshga kirgan vaqtida Makkaning insonlari Ka'bani yangilashga qaror qildi. Endi biz bu yerda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning 35 yoshga kirganligidan söz qilyapmiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam 25 yoshga kirgan vaqtida onamiz Xadicha radhiyallohu anhaga yatliq bo'lgan. Ondan keyin 10 yil muddat ichida qaysi hodisalar, qaysi voqealar yuz bergan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu 10 yil ichida nima ishlarni qilgan, bu masalalar va yoki bu savollar haqida bizga hozirga qadar to'liq va ishonchlik ma'lumotlar kelmadi. Shuning uchun bizmo burunqi o'tgan sira tarixchilarimizga o'xshash Payg'ambar alayhisolatu vasallamning 25 yoshidan keyin 35 yoshga qadar bo'lgan bu muddat ichida nima ishlarni o'tkazdi, nima ishlarni qildi, qaysi faoliyatlarni olib bordi, bu haqlarda to'xtalib o'tmaymiz. Bugun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning
35 yoshga kirgan vaqtida Ka'bani bino qilishga ishtirok qilganligi haqida to'xtalib o'tamiz faqat. Ka'ba Payg'ambar alayhisolatu vasallam 35 yoshga kirgan qadar nurg'unlagan ofatlarga uchragan. Ba'zi vaqtlarda o't ketgan, ba'zi vaqtlarda sel kelib Ka'baning tomlarini yiqib o'tgan. Makkaning insonlari, Makka xalqi Ka'bani uzundan beri hurmatlab keldi. Ka'ba ularga nisbatan haşa ikinci bir ilahga o'xshash ko'radi buni. Allah subhanahu wa ta'ala Ka'bani ta İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan tatib Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam kadar öz himayesinde saklap kelgan. Fakat bazı bir taraflara başta deganimizdek sel kelish, o't ketish hadislar orqali ba'zi bir yerlere yiqilish va yoki kuyashga duchor bo'lgandi. Allah subhanahu wa ta'alaning Ka'bani himoya qilganligi to'g'risida Fil surasini nozil qilgan. Abraha va Fil voqeasi haqida bundan burunki programlarimizda, darslarimizda tafsili so'zlab o'tdik. Allah subhanahu wa ta'alaning inoyati, Allah subhanahu wa ta'alaninki Ka'baga bo'lgan ig'dochiligi bilan Ka'baning Makkaning odamlari, Makka xalqining ko'ngliga, Makka xalqining ko'ngliga Ka'bani yangidan silish fikrini soldi Allah subhanahu wa ta'ala. Şunu bilan Ka'ba Makkaningki cho'nglari, kattavashlari, qabila boshliqlari bir yerga kelib Ka'bani yiqib qaytadan silish haqida muzokara olib bordi va oxir natijada muzokaraning oxir natijasida Ka'bani yiqib tekrar silish qarori chiqdi. Fakat Makkaning insonlari Ka'bani ikinci bir ilahga o'xshash ko'rganligi uchun biz bu Ka'bani yiqsak bu Ka'baning taqsiroti ketmez. Ka'ba bizni qag'ib o'tishi mumkin deganga o'xshash munda qo'ruq xurofat gaplarni qilishdi. Hozirgi bizning zamonimizdami ba'zi bir toshlarni, ba'zi bir daraxtlarni, ba'zi bir qabrlarni Allohning o'rniga qo'ygan insonlar bor-ku. O insanlar bu daraxtlarni va yoki bu taş va yoki qabrlarni o'rnidan so'kib elib chiqa birileri jur'at qilsa, voy quli qurib ketadi. Bu mazarlarning taqsiroti ketadi. Qavoshiga qap qiladi, la'natiga uchraydi deydigan manda gaplar hozirgi afsuski bizning zamonimizda bu. Şu Mekke zamanında bu Mekke müşriklere Ka'bani ikinci bir ilahdak ko'rganligi uchun Ka'bani biz yıksak bizni bu Ka'ba la'natlanishi mumkin va yoki biz buni taqsiratiga qap qilishimiz mumkin, qo'limiz qurib ketishimiz mumkin va yoki o'lib ketishimiz mumkin degan o'xshash mundaq xurafiy gaplarni qilishgan. Faqat ularning ichida bir kishi bordi ki o bo'lsa Valid ibn Mughiraning dadisi. Bu biraz cesaretlik adam bitti. Bu ularga dedi ki biz bu Ka'bani yıkıştan başka bir garizimiz yok. Bunu texinbek yaxshi holatda bina qilishni iroda qilamiz. Onun için bunun taqsirati ketmaymiz. Deb bu so'zni qilsa-mu Makkaning mushrikları yo'q. Biz bunga yaqin kelmaymiz.
Ondaqda sen bir başlap baqqın qana. Kəbini yıqışqa. Əgər sana bir narsa bulab qalsa biz yaqın kelmaymiz, bo'lmay qolib qalsa, ondan keyin ata biz bu Kəbini yıqışqa ortaq iştirak bo'lamiz degan gaplarni qilgandan keyin Valid ibn Mughiraninki dadasi Kəbini yıqışqa boshladi. Bugüne kech oldu ve ertesi kadar Valid ibn Mughiraning dadasiga hech qanday bir narsa bo'lmagandan keyin Mekkening mushriklar bu Valid ibn Mughiraninki so'ziga qanoat keltirib, qilgan ishlariga qanoat keltirib, ularmo Valid ibn Mughiraning dadasiga o'rtaq holatda Ka'bani yiqishga ishtirok qildi. O'rtaq bo'ldi. Valid ibn Mughira Ka'bani yiqishga boshlagan vaqtida ey Allah, biz bu Ka'bani yiqib bir zalolatga kirib qolganligimiz yo'q. Balki de buni yiqishdan bir yaxshilikni iroda qilib yiqyapmiz degan manda bir so'zlarni qilgan. Bu yerda shuni eslatib o'tishimiz lozimki, Valid ibn Mughiraning dadasi Allahumma la nazghi ve la nuridu illa al-khayr. Allahumma la nazghi ve la nuridu illa al-khayr. Biz ezit ketmedik, faqatlam yaxshilikni iroda qilamiz ey Allah degan. Könümüzde insanlar o Allah deydiğo. Allah degandikin bo'ldi emasmi deydigan mandaq suollarni qilishidi. Halbuki könümüzde Allah namı olan nurgun insanlar yoldan çıkıp getirdik. Allah deydi ama kılgan fiil amellere İslamiyet'e hiç yakındı mı münasip emas, uygun emas. Onun için insanlığa baha berişten burun insanlarınki namı amallarga yürüp duruşuğa hayatına karşımız gerek. Onun için bu mu Allah deydi o deydiğin gapni qilishimiz gerek. Günümüzde Hristiyanlar, Yahudiler ola mı Allah deydi? Mekke'deki müşrik, hatta müşriklerinin en çoğu boğan Valid ibn Mughira'nın dadasi mı? Allah diyen sözünü kıldı. Allahümme. Allah diyen sözünü kıldı. Allah'la dep qo'yish men ishni tugatdim, men ishni hosil qildim degan bo'lmaydi. Shuning uchun bu masalaga diqqat qilishimiz lozim. Valid ibn Mughiraning dadasi Ka'bani yiqishga boshlagandan keyin insonlar atrofiga kelib qo'llarini tishlashib, voy endi Valid ibn Mughiraning dadasining qo'li qurib ketdi. Yoki bunuga Allah la'nat qiladi deganga o'xshagan mo'yinda voy esit deydigan mo'shundaq gaplarni qilishib turgan. Valid ibn Mughiraning dadasining dadasiga bir narsa bo'lmagandan keyin atsa ulamo Valid ibn Mughiraning dadasiga o'rtaq holatda Ka'bani yiqishga boshladi. Ka'ba yiqishdan burun, yiqilib bino qilishdan burun Mekke halkı bulup mu Mekke halkınınki katlılara, aksakalllara, kabile başlıklara Ka'bani yıkıp onu sağa vaktimizde yeni selingan Ka'bege hiç kandak bir haram mal, haram pul, haram nasa araştırılmaydı denge ittifak gelgen. Biyada Mekke'nin müşrikleri de haramını bilemdi. Oladı mı haram bağımıttı? Diyen bir sual çıkışı mümkün. Haram, insan tabiiyeti yaktırmaydıgan nesle elbette haram. Günümüzde bu insanlar bir haramlık vaxtida nefsiyeti nihayet azaplanıdı. Mekke'nin ki halkının içinde mi bazı bir haramlar battı.
misalga alsak cezanı o'xshash va yoki insonlarning pul mollarini bulib olishga o'xshash, haqqini yeb olishga o'xshash mundaq narsalarni harom deydi. Haram oylarida urush qilib olingan g'animatni harom deydi. Shuni o'xshagan boshqalarning haqqiga tajovuz qilib ilingan narsalarni hammasini harom deb biladi. Shuni o'xshagan haromdan topilgan pul va yoki narsa keraklarni, siramjonlarni Kabe'ning bino qilinishida ishlatilmaydiganga o'rtaq holatda qaror qilingan. Chunki Mekke'deki insanlar şundak zalim, şundak adaletsiz insanlardı ki kichikni nihayet buzak kılattı. Kichik insanlar yoki kambag'al insanlar baylarga, cho'nglarga qul bo'lib, shularning qo'lida ishlaydigan bunday hodisa bo'ldi. Bundan burun Fujjar urushining chiqib kelish sabablarini deb aytdik. Fujjar urushining chiqib kelish sababi boshqa bir yerdan kelgan tijoratchi insonlar Mekke atrofidagi Ukaz bozoridan bir yerni kiralagan vaqtida birininki himoyasiga kirib turib, o yerdagi kattalardan birisi uning mollariga qo'l qo'yib, uni ilib olgan. Shuning bilan bu Fujjar urushi maydonga kelgan. Ya'ni bu shunga o'xshash haqsiz yerga pul tepish, haqsiz yerga mol tepish hodislari nihoyatda ko'p edi. Shuning uchun bu Makka mushriklari Ka'bani shunday ulug', pok bir makon deb bilganligi uchun bu Ka'bani bino qilishga, shunga o'xshagan harom pullarning kirib kelishining oldini olishga tirishgan. Shuning bilan Kabe tamamen yıkılıp bo'lgandan keyin, tüptüz holatga keltirilib bo'lgandan keyin buni bino qilishga turuklar va yog'ochlar lozim bo'ldi. Kabe va Kabe'ning atrofi va Makkaning ichida bu Kabe'ni bino qilish bunda uzunlikdagi Kabe'ni bino qiladigan bunda bir yog'ochlar yo'qdi. Shuning uchun bo'lgan bo'lsa-mu, bo'lgan taqdirda xo'ma daraxtlari bular bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ashundaq zulm bilan zulm alishib qolganligi uchun, harom alishib qolganligi uchun bu narsa keraklarni, bu yog'ochlarni ishlatishni to'g'ri kelmay, shu zamonda Arabiston zeminiga yaqin, shu Makkaga eng yaqin bo'lgan shahar Jidda shahriga Rum ticaretçilerden bir kime yakınlaşkandı. Bu keminin içinde üstündeki kemiga yog'och yuklangan. Şunun bilan bu Mekke'ninki kattıvaşları Jiddaga chiqib, Jiddadagi şu Farqut kema limanida kema egilar bilan kurashib, o kemideki yog'ochlarni setib olib, ondan keyin shu yog'ochlar orqali Kabe'ninki turuklarni tiklagandi. Bu Kabe'ni hamda bu Kabe'ni bino qilishda Makkaning ichidagi insonlarda bunday bir injenerlik sifati bo'lmaganligi uchun, injener ishlaridan tushunadigan insonlar bo'lmaganligi uchun bular shu kema bilan kelgan bir injenerni kiralagandı. Bu injenerning ismi Akum deydigan bir adam. Bu Akum degan bu Rumlik odammi Makkaga kelib, Makkada turib shu Kabe'ninki shu shaklda bino qilinishga maslahat bergan. Şunun yol gösterici arkalık, onun için bu Kabe'ni bina kılıngan.
Kabe'nin bina qilinish jarayoniga kelsak, har qabilaga ayrim bo'limlar berilgan. Kabe hammamizga ma'lum 4 temuva 4 teminingki a'liqi 10 metr atrofida keladi. O zamanlarda, yani o Kabe'ni bina qilingan zamanlarda hozirgi o'xshash texnologiya bo'lmaganligi uchun bu toshlarni qo'llar bilan ko'tarib apiradigan narsa. Shuning uchun yani bu oddiy bir masala emas. Shunga Kabe'ning Makkaninki katta başları bu haqda maslahatlashib har bir qabilaga ayrim bölgelerini bölüp berilgan. Hatta Abbas radıyallahu anhumu Kabe'ninki bir tarafını bina qilishga, yiqishga va bina qilishga ishtirok qilgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abbas radıyallahu anhu ile billah edi o vaqtlarda. Lekin bular hammasi Kabe'ni bina qilib bo'lib, tamlarını ko'tarib, ichiga tuyruklarni tiklab bo'lib, oxirida Hacrul Aswadni qo'yish kelgan vaqtida qabilalar arasida ixtilof chiqdi. Biz başta dedik, Mekke müşriklere, Mekke halkı umuman Kabe'ni nihayet ulug' bilatdi. Bu Kabe'nin içinden hem de Hacrul Aswadni alayida bilatdi. Shuning uchun Kabe'ni bina qilish hamma insonlarga o'xshash shaklda taqidlab bo'lib qilingandan keyin bu yerda ixtilof chiqmagan. Ammo Hacrul Aswadni onu qo'yish kelgan vaqtida qabiladagi insonlar, qabila boshliqlari ixtiloflashib biz qo'ydik deb bu yerda bir majra chiqdi. Hatta bu majraning orqasidan belki de cho'ng bir urushning maydonga kelib qolishi ehtimoli bordi. Ama yana bu Kabe'ni yıkıp bina qilish fikrini o'tirib qo'ygan Valid ibn Mughiraninki dadasi yana o qabilalarga shu fikrni berdi. Hammamiz to'xtaymiz. İşini tashlaymiz. Mushu Kabe'ga kiradigan haramning ishkidan qaysi birisi mushaga qadam tashlab birinchi qitim kiradigan bo'lsa, şu adam bu taşını qo'ydi o'rniga. Degandan keyin qabilalarning hammasi bu fikrni ma'qul keldi. Hamma bilan ish tashlab, qo'llarini qurishtirib, haramning darvozalariga, eshiklariga kiradigan taraflarga qarashib turishdi. Shunda qarashib turishgandan keyin Safa tarafidan Peygamber aleyhissalatu vesselam qadam tashlab kirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamni ko'rib-ko'rmas ular ha mana amin keldi. Bu ishninki ahli mushitdi zaten. Haqliq adam bu itda mushi qo'ysin deb hammasi Peygamber aleyhissalatu vesselamga Hacrul Aswadni qo'yish taklifini berdi. Bu yerdan shuni chiqarishimiz lozim ki Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam insanların arasında şundak hürmetke ega holatga yetgan. İnsanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamga ishinatdi. Shuning uchun amin deb atagan. Biz bu to'g'rida burunqi darslarimizda bu deb o'tgan. Biz musulmonlar jamiyatimizda Peygamber aleyhissalatu vesselamning izidan mangadigan bo'lsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini sünnet kıldığın bolsa, özümüzün yürüyüş-turuşlarımızga, fiil ve amellerimizge dikkat kılışımız, insanların köngünü utuşumuz,
Olanın işencesiga erişishimiz gerek. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin müşriklere şundak zalim halkının arasında emin dep tunulgan etti. Peygamberlerin hemmesi şundak. Peygamberlerin hemmesi sıddıkîn. Yani ve kâne sıddîkan nebiyya. Peygamberti, rastçıl peygamberti de. Yani olanınki her bir peygamberinin özgü has sıfatları battı. Allah'ın sıfatları battı. Şu sıfatlar arkalık insanların arasını tonulup insanların işencesiga erişken. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala insanlara dedi ki sizlerin içinlerden peygamber kelse şunu gibi hayran kalışamsızlar. Degan ayetlerde yani insanlar sizi bilisizlar bu adamni. Bu adamning xiyonat qilmaydiganligi, yolg'on aytmaydiganligi, axloqining nachar emasligi ekanligi, amonatni to'g'ri yerga topshirdiganligi bilib turib, yana sizlar buningda ajablanib ketamsizlar degan oyatlarni so'zladi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun biz bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki bu axloqini o'rganib Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izida, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yaşayışımız lazım. İnsanlar bizge işkence kılış gerek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Safa ve Merve tarafından kadem taşlap kirgendiği için Mekke'nin insanlara, Mekke halkı onun aldığı yuguruşup verişip biz moşunda ihtilaflaşıp kaldık. Moşunda anlaşkan tüp kirgen birinci adam silib olla. Onun için taşını özleri koyup besler. Dep bu teklifini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ferasetlik, akıllık, tedbirlik insanıydı. Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nurgulluğun sıfatlarını bergen. Bu sıfatlarının en mükemmeli akıllık, tedbirlik insan buluşu, ahlaklık buluşu, insan buluşu, emin boğan insan buluşu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bana bir rah ekilinla. Degendikin Mekke'nin müşrikleri, Mekke'nin insanları bunu hayran kılıştı. Bu hepimiz taşını kollarımızla kötürüşüp ekersek bunu bir kılmakça. İşinin akıbetini bilmegenlik için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kandak bir parasatla iş kıldıganlıkını bilmegenlik için bula hayran kılışıp kandak kıldıgandı o deyişti. Ahırda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne sözü bija keltirip bir rah ekeldi. Ekelgendiğin için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki emisi bu taşını bu rahninki işige koyumuz. Her bir kabile bu rahnin bir boğuşkedini tutudu. Bir tarafını tutudu. Şu şekilde bu taşını onun yötkep koyduğun yerine apırıp yerleştirmez. Degendikin Mekke'nin insanları, Mekke halkı bununla neydi? Xursand buluştu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın parasitindeki aceplendi. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ta kiçikidin 40 yaşına kelgen kadar onu bir şekilde terbiyelep perveş kılıp kelgen. Peygamberlikке teyalap kelgen. Peygamberlik kirişke 5 yıl kapkağı vakti. Mana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu danışmanlığı, bu paraseti bilen bütün Mekke halkını özüge hayran kaldırıp onların hemmesinin razılığı erişti. Ve rahnin üstüge koyulgan Hacer-el Asvad bütün kabilelerinki bir tarafını tutuşu arkalık ortak şekilde hazırki
biz bilgen ornuğa ekilip yerleştirildi. Kabe'nin igizliki, yani yıkılışın ilgirki igizliki 9 zira deyildi. 9 zira degan mesele hakkında, yani bu söz hakkında fıkhi alimlerimizdeki ve lugavi alimlerimizdeki ihtilaf var. Okşaş göz qaraşda emas. Ama bunu xulasalab aytgan vaqtimizda 9 zira degan, yani 8 metr, 8,5 metr atrofida bo'lgan. Yani Mekke Kabe yıkılıştan burun 8,5 metr atrofida shunchalik igizlik bo'lyapti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki bu iştirak qilishi orqali Kabe yangidan yasalgan vaqt yasalib bo'lgandan keyin Kabe'ninki igizligi 18 zira şekilde igiz holatida keltirildi. Kabe'ninki asli holatida Kabe'nin ishki yer bilan tengdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu 1,5 metr atrofida onu üstüge ko'tardi. Nima uchun bunda qildi desa, çünkü bunda ko'tarishning sebebi başka bir sebebi yok. Sel kelgan vaqtda suv kelkun kelib, sel kelib bu yerda basqa vaqtida odullam Kabe'nin ishiga kirib ketmasin uchun. İkinciden kira kelmas hammadan bunun ishiga kirib onda qalaymiqanchilik maydoni kelmasin uchun. Üçüncüsü, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan burun, yani bu Kabe yangidan bina qilinishdan burun bir necha qatam bu Kabe'nin ishiga o'g'ri kirib, ba'zi bir narsa keraklarni o'g'irlab ketgan. Mushunga o'xshagan sabablar tufaylidan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ninki ishkini igiz ko'tarib etgan. Hatta Kabe'ninki etrafını odullam çıkılıp olmadığın şekilde, yantu şekilde, kısa 1,5 metrelik bir yani kısa bir tarafını yantu şekilde, bu şekilde bina kılgan. Neymiş öyleyse odullam çıkış asan olmasın için. Yani Kabe'nin bina kılış vakası da biz başta dedik, Mekke halkı Kabe'ni bina qilishda hech qanday haram mal kirib qolmasligini shartini qo'ygan. Onun uchun Mekke ahlida bu halal pul, halal mal nihoyat az bo'lganligi uchun bo'lgan bo'lsa-mu buni bu Kabe'ga bina qilishga insonlar bermaganligi uchun o'zining mulkini, shaxsiy mulkim deb turib, shuning uchun Kabe'ninki bir tarafi şu yerim halatda qolgan. Hazır haremge bağallar ko'rishi mumkin. Kabe'ninki ishkininki o'ng tarafidan manga vaqtimizda kichikroq bir tam. Ba tamning ichida namoz o'qiladi. Yani bu Kabe'nin ichida namoz o'qigan bilan o'xshash bo'lib namoz o'qisa. Bu yani İsmail Aleyhisselatü Vesselam bina qilgan vaqtida mushagacha shunda yug'anta, yani uzun shaklida. Onun için bizningki pulimiz, halal pulimiz yetmaganligi uchun mushunchalik sap turaylar deb shu şekilde qisqartirilgan. Asli o'rniga kichikroq bir tamni salab, şu yani şu şekilde saqlab qo'yilgan. Hozirga qadar shunday davom qilyapti. Kabe'nin bina qilinish shakli bu şekilde tamamlangandı. Endi bu Kabe'ni bina qilish hadisəsinin
va yoki Ka'bani bino qilish voqeasidan bizga keladigan, biz chiqaradigan darslar, biz nimalarni manfaatlanamiz? Bizga nima dars olib keladi, ibratlar bor. Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Birinchisi, Ka'ba 4 qatim yiqilib yangilangan. Rivayatlarda Ka'baning 12 qatim remonт qilinganligi va yoki silinganligi rivoyat qilinadi. Bu rivoyatlar ta periştiler sağgan, onundan keyin Adam aleyhissalatu vesselam sağgan, onundan keyin Nuh aleyhissalatu vesselamның zamanında bu yıkılıp tükep ketken, onundan keyin İbrahim aleyhissalam sağgan degan o'xshagan rivayetler mevcut. 12 qatim. Bizning oldimizdagi ishonchlik sahih rivayetga qaragan vaqtimizda yaqinqi zamonda, ya'ni İbrahim aleyhissalatu vesselam ve İsmail aleyhissalatu vesselam birinci qatim sağgan. Onundan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselamның zamanında Peygamber aleyhissalatu vesselam şu 35 yaşga kelgan vaqtida Qurayshlar tarafidan ikkinchi qatim bino qilingan. Hozir şu biz ikkinchi qatim bino qilingan voqeasini so'zlayapmiz. Üçüncü qatim Yazid ibn Muaviye xalifa vaqtida Ka'baga hujum qilinib kirib, Ka'baga manchilik bilan tash etib, o't etib, betaraflari ko'ydirilgan va yiqilgan. Shuning bilan Yazid ibn Muaviye xalifa davrida bu ikkinchi bir qatim yangilangandı Ka'ba. 3. qatim. 4. qatim bo'lsa Abdülmalik ibn Marwan zamanında İbn Zubayr öldürülgandan keyin, Abdullah ibn Zubayr öldürülgandan keyin Abdülmalik ibn Marwan zamanında qaytadan sanılgandı. Nima uchun bunda silingan, nima uchun yiqilgan degan savolga kelsak, chunki İbn Zubayr o'ldirilishdan burun bu Ka'bani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki sağgan şekilden nihoyat yuqori, igiz ko'tarib Ka'baga hozirga o'xshash bir tane ish emas, 2 tane ish qo'ygan. Birisi Hajar al-Aswad'ninki o'ng tarafidagi, yana birisi Rukn-i Yaman'ning yandagi. Yani ikkiga ish qo'yib, Ka'bani nihoyat igiz shaklda ko'tarib atgandi. Shundan keyin İbn Zubayr o'ldirilgandan keyin Abdülmalik ibn Marwan buni takrar yiqib, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning zamonida qanday silingan bo'lsa, shu shaklga keltirgan. İkinci aladigan dersimiz bo'lsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam biz başta deganimizdek qabilalar orasidagi jidal mojaroni nihoyatda farosatlik bilan, aqlliq bilan hal qilgan. Bu jidal mojarodan keyin chiqadigan cho'ng bir urushningki oldini olgan. Alloh subhanahu va taolaning hikmati ilohi qabilalarning hammasi Peygamber aleyhissalatu vesselamga rozi bo'lgan. Bu taşni qo'yishda bir qabila yolg'izlam ega bo'lgan emas. Agar bir qabila yoki kuchli qabila o'zini kuchli bilib bu taşni qo'yib qilgan bo'lsa, balki de onundan keyin yana bu qabila nima ish qo'ydi bu taşni Hajar al-Aswadni deydigan mundaq bir ixtiloflar tug'ilib, keyingi zamonda bir
urush maydoniga kelishi mumkindi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq Allohning idroki ilohiy hikmati va ilmi bilan bu jidal mojaroni nihoyat chiroyli shaklda hal qildi. Üçüncüsü bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Mekke müşrikler arasında qanchalik hurmatga ega bir inson ekanligini ko'ramiz bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Safa va Marva tarafidan qadam tashlab kirgan vaqtda hammasi "Voy, amin keldi. Haqliq odam keldi" deb cho'qon solishgan. Mana bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki Mekke xalqi ishida qanchalik hurmatga ega, shon, sharafga ega bir shaxs ekanligini biz buni ko'ramiz. Darsni oldimizda o'tdik. Ya'ni bizmi Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamningki hayotini o'zimizga ulgu qilib, xalqimizning jamiyatning ishonchisiga erishib, ularga Alloh subhanahu va taolo va Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini yetkazishimiz kerak. Xalqning ishonchisiga ega bo'lmasdan, xalqning hurmatiga ega bo'lmasdan qilgan so'zimiz behuda, bekor. Shunga Alloh subhanahu va taolo ilohiy qudrati bilan, ilohiy hikmati bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallamni payg'ambarlik berishdan burun shunday shaklda tarbiya qilgan. To'rtinchi aladigan dersimiz bo'lsa, Alloh subhanahu va taolaning Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotini, sirasini qandoq muhofazat qilganligi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni shu Makka mushriklarning ishidan qandoq Alloh subhanahu va taolo hurmat qilganligi. Bir tarafdan Makka mushriklari hurmat qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolatu vasallamni shunday hurmatlagan. Shunday izzatlaganki, hech kimga munosib bo'lmagan, hech kimga tegmagan bu sharaflik vazifa Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamga tekkandi. Biz başta dediğimizdek bu Hacer-el Aswadni Mekke'nin insanları hammasi ulug' biletti. Şunun için hammasi şu bu taşni ben qo'yaman deb jidal majra qilishgan. Ammo bu katta boshlarga, bu aqsaqallarga, bu cho'nglarga Alloh subhanahu va taolo Hacer-el Aswadni qo'yish izzetini, Hacer-el Aswadni qo'yish sharafini bermadi. Fakat Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu verdi. Beşinci alıdığan dersimiz bolsa bundan. Eğer de Allah subhanahu ve taala bu Hacer-el Aswadni kudreti ilahi, ilmi hikmeti bilen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin pak kolları bilen koydurmagan bolsaydı, Mekke'nin necis kolları bunu onluğa koygan buluş mümkündü. Allah subhanahu wa taala Kabe'sine özünün iyi Beytullah deyimiz. Hacer-el Aswad'ını bu Mekke'nin müşrikleri boğan bu necis ellerden, necis kollardan muhafızat kılıp özünün kelgüsüdeki kainat, fakir kainat boğan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e belgellik Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kabe ve Hacer-el Aswadni özünün ilahi kudreti bilen saklap kelganligining bir namoyandasi. Bugungi dersimiz mushayagacha. İnşallah kelar qatimda Payg'ambar alayhisolatu vasallamga vahiy kelishdan burun Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ismlari, ism shariflari, sifatlari insanlar tarafından burun peygamber şunda bir peygamber kilitli de bir namayindesi bağımette. Şunda sözler insanların arasında mevcut mıydı? Eğer mevcut boğan olsa bunun delilleri nime?
Peygamberlik kirişten burun peygamberlikning bisharatning ishoratlari, alomatlari haqida to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Bugun Ka'bani bino qilinishi va bino qilinishdan oladigan darslar haqida to'xtalib o'tdik. Hammamizga Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Tutgan yo'limizni o'zining rizosi uchun bo'ladigan shaklda qilsin. Hammamizni o'zining yo'lida jihad qiladigan, o'zining yo'lida o'zi pido qiladigan insonlar qilsin bizni. Rahmati va inoyati bilan bizlarni do'zaxdan saqlab jannatiga solsin. Jannatul Firdavsda payg'ambari Muhammad alayhissalatu vassalam bilan birlikda buluşqa hammamizni muyassar qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Vassalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا